Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga shanba 2026-yil 28-mart. Toshkent viloyati Parkent tumani Qo'lichidan bo'ladi, xudo xolasa bugungi video obzorimiz. Bizda bir bosh sotiladigan Greenford buqamiz bor o'rtoqlar. Haqiqiy dehqonni xonadonidan shuni video obzorini olib beramiz. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Mahkam akam o'zlaridan olib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Zo'r, xudoga shukr. Bugun xudo xolasa mana shu Greenford buqamizni sotuvga chiqazib beramiz aka. Xo'p. Qarang, birinchi beradigan savolim, qachon oluvdingiz aka buni? Bunga to'g'risi Bahodir aka 1 yoshdan sal o'tdi bu. Balki pasti 1,5 yosh bo'ldi. Ochig'i, kichkinaligida o'zimiz olib, mana shu boqib 3-4 ta edi, mana shu bittasi qolgan aka. Mana o'rtoqlar. Korobkalari zo'r. Mana. Hali kurechlarni buzmagan-a bu? Yo'q aka. Mana. Ha, oladigan odam yana ko'rib olaveradi aka. Kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'i ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar mana. Oqsil unaqa narsalar hozir bo'lib o'tgan, sog'lom-a? Yo'q, aka unaqa narsa kasal-pasallik yo'q. Qanjoni sog'. Yeyishi yaxshi. Mana bir hafta yedi ishchilariga garantiya beriladi, hurmatli obunachilar. Endi Greenford boqqanlar biladi, badaniga, o'ziga, etiga olishi zo'r, xudo xolasa mana. 1,5 yosh atrofi. O'zgarish effekti qanaqa ekan aka? Olib mana o'zingiz boqib ko'rdingiz-ku, tajribadan kelib chiqqan holatda. Men o'zi juda ham kichkinaligida olganman aka. Yomon emas. Mana shu holatga keldi aka. Mana endi men o'zim anaqa fikrim aka, yomon emas, bo'ladi. Zo'r. Endi har bir sohada o'rtoqlar mehnat yotadi orqasida. Chiroyli sababini qilib boqsanglar, mana xudo xolasa yaxshi effekt beradi mana. Shu holatda ham yomon emas mana. Endi mahkamaga xudo xolasa aka, maqsad sotish buni. Maqsad sotish aka. Mana do'stlar, ko'ringlar, old tomonlardan ham. Endi qarang, oyog'ida yopishtirib sotadigan qilib necha pul aytamiz aka? Aka, o'zi kelgan odam bilan kelishib, aka oladigan odam, mana boqaman, foydalanaman, foydasini ko'raman deydigan odamlar bo'lsa aka, biz 35 million so'm deyaptik buni. Kamini ham qilib berasiz, xudo Kamini qilib beraman aka. Kelishib, men 35 million turib olmayman, kelishamiz aka. Oladigan odam bo'lsa, xayri bor aka. Mana do'stlar, baribir dehqon mard bo'ladi do'stlar, mana 35 million kami bor, xudo xolasa mana. Savdasi bor, savdo qilsanglar bo'ladi mana, xudo xolasa. Mahkam aka savdasi bor do'stlar mana. Mahkam aka onlayn savdoga ham sotaveramiz aka. Sotaveramiz aka. Imkon qadar hurmatli obunachilar kelib tepasida ko'rib olishini tavsiya beramiz. Korobkalari ham zo'r. Chiroyli ratsionda boqsanglar, hurmatli obunachilar mana. Narxlari ham yomon bo'lmadi o'rtoqlar, 35 million kami bor. Qatgacha dastavka qilib bera olamiz aka? Qilib beraveramiz aka, kelishilgan holatda faqat. Kelishilgan holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar mana. Onlayn savdolarimiz ham bor. Mashinamiz ham bor aka. Ha, mashina bor. Pikapimiz bor aka, olib Joningiz sog' bo'lsin mana. Texnikadan muammo yo'q do'stlar. Yo'q, muammo yo'q. Kelishilgan holatda bo'ladi mana dastavka xizmatlari. Mana. Bir hafta 7 ishda tanijoni sog'ligiga garantiya beramiz aka. Albatta, xudo xolasa. Endi hurmatli obunachilar, qatdan mol olsanglar ham 7 ishtalarni ko'rib, sinab olishini tavsiya beramiz mana. Sog'lom o'ynab turibdi. Xudo xolasa, o'zi mahkamaga bilsangiz, mana shu buqani olamizda qarang, yoshligidan. 8 oy, 10 oy, 1 yil boqamizda, rasa anu ves oladigan paytiga kelganda zarurat tug'ilib sotib qo'yamizda aka. Mana o'shanaqa xonasiga kelgan do'stlar. Xudo xolasa olib tashab boqsanglar, yaxshi ves oladigan payti kelgan mana. Shirin joyiga kelgan, shirin joyiga. Ha, shirin joyi kelgan mana. Hurmatli obunachilar, Bahodir Uz kanali gruppamiz bor. Lokatsiyalarini tashab qo'yamiz. O'tib bemalol olsanglar bo'ladi mana.
sababini qilib yoritib berish bizadan. Ma'qul bo'lsa mana Mahkam akam o'zlarining nomerini qo'yib ketamiz. Xudo xolasa samimiy inson. Qalbiga qo'l solib ko'rasizlar, ishinglar yengil bitadi mana. Bitiramiz kelgan inson. Aka Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Mahkam aka, sizni ham chorvangizga baraka. Bozoringizni bersin. Xalqimiz obunachlarimizga nima deymiz aka? Xalqimiz obunachilarimizga omad tilaymiz. Sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, havas qilgan insonlarni xonadonida 5 ta 10 talab boqish nasib qilsin. Allohga oson do'stlar. Niyati to'g'ri qo'ysak bo'ldi mana. Videolarimizda kamchilik va xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Xudo xolasa erta parkent mol bozorining video obzorini olib beramiz. Like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.